Mamlakatimiz yoshlari bilim egallashda doimo yangi marralarga intiladi. Natijada ular har tomonlama rivojlanib, ilmiy va texnologik yo'nalishlarda katta yutuqlarga erishishmoqda. Maktab o'quvchilarining olimpiadalarga jalb etilishi bugungi kunda yurtimizda ilmiy fikrlash, ijodkorlik va zamonaviy texnologiyalarga qaratilgan ta'limning muhim bir qismiga aylandi. Xususan, davlatimizdagi maktablar orasidagi olimpiadalarning ahamiyati yildan yilga oshib bormoqda. Bugungi kunda o'quvchilarimiz yurtimizdagi respublika va xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalarga erishish uchun aniq maqsad va zarur resurslar bilan ta'minlanmoqda. Surxondaryolik o'g'il-qizlar hayotida ham ayni mavzuda o'zgarish va oldinga ancha siljishlarni ko'rish mumkin. Aniq raqamlarga ahamiyat qaratsak, hozirda Surxondaryo viloyatida 960 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari bo'lib, ularda 540.387 nafar o'quvchilar tahsil olib kelishmoqda va respublika hamda xalqaro miqyosdagi olimpiadalarda vohalik o'g'il-qizlar yuqori natijalarni qayd etishmoqda. Bugun yurtimiz ta'limida amalga oshirilayotgan islohotlar Surxondaryoning olis va chekka hududlariga ham faol kirib borib, yoshlarning orzu intilishlari, qiziqishlarini har tomonlama rag'batlantirmoqda. Ta'lim-tarbiya maktab ostonasidan boshlanadi. Har bir inson hayoti davomida nimaniki qo'lga kiritsa, albatta u maktabda olgan bilimlariga tayanadi, suyanadi. Ayni damda biz Jarqo'rg'on tumanidagi 54-umumiy o'rta ta'lim maktabidamiz. Ushbu ta'lim muassasasi tumandagi Halqabod mahallasida joylashgan va ushbu hudud olis va chekka hudud hisoblanadi, chunki u tuman markazidan 40 km uzoqlikda, viloyat markazidan esa qariyb 90 km uzoqlikda joylashgan manzil. Va ko'rib turibsiz, bugungi kunda 54-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham o'zgarishlar katta. Ushbu maktab aslida 1993-yilda tashkil etilgan va asosiy bino bir necha yillar ilgari to'g'risi o'sha ta'lim sifatiga unchalik javob bermas edi va shu boisdan keyingi yillardagi ta'limdagi islohotlar bu yerga ham faol kirib borib 2019-yilda zamonaviy yangi tipdagi maktab binosi foydalanishga topshirildi va hozirda o'quvchilar, ya'ni 500 nafarga yaqin o'g'il-qizlar ushbu ta'lim muassasasida tahsil olib kelmoqda. Yurtboshimizni ta'limga qaratayotgan e'tibori samarasi o'laroq maktab hayotida ham o'zgarishlar ro'y beryapti. Kutubxona fondi ancha boyigan, kompyuter bilan ta'minlanish darajasi ancha yaxshilangan. Asosiysi, sport bilan shug'ullanishlari uchun o'quvchilarga yaxshi sharoit yaratib berilgan va bundan oqilona foydalanayotgan Halqabod mahallasi yoshlari o'zlarining oldiga qo'ygan reja va maqsadlarini amalga oshirish uchun ham tinim bilishmayapti. Fan olimpiadalari g'oliblari maktabda yetishib chiqyapti. Sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritish istagidagi o'g'il-qizlar bu yerda tarbiyalanyapti. Asosiysi, maktabda yaqinda yangilik bo'ldi. Birinchi marotaba respublika olimpiadasi g'olibi ayni ushbu maktabda tahsil olgan Durdona Turdiyeva maktabida sha'nini, tuman sha'nini, viloyat sha'nini yuqoriga chiqarib, reytingda yuqorilashiga hissa qo'shib, respublika olimpiadasi g'olibi bo'lib qaytdi. Ko'rsatuvimiz qahramoni Durdona Turdiyeva Jarqo'rg'on tumanidagi 54-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinfida tahsil oladi. Mazkur o'quv yilida Durdona geografiya fani bo'yicha respublika fan olimpiadasining g'olibi bo'ldi. Bu natijaga o'z-o'zidan erishilmagan. Tabiatan tirishqoq va mulohazali Durdona qatorasiga 3 yildan buyon tuman va viloyat olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallab kelayotgan edi. Bu yil esa u viloyatda birinchi, respublikada esa 90 balldan yuqori natija bilan 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Ahamiyatlisi, Durdona fan olimpiadasi g'olibi bo'lish uchun tuman yoki viloyat markaziga kelib maxsus kurslarga qatnamadi. Aksincha, maktab kutubxonasini o'ziga oshyon bilib, geografiya fani o'qituvchisidan yanada ko'proq bilim olishga intildi. Maktabimdan tuman markaziga borib kelishim uchun kamida 3 soat vaqt sarflayman. Shu fursatni o'qishga bag'ishlasam, natijam zo'r bo'ladi deb o'ylagandim. Fikrim to'g'ri chiqdi, deydi tuman markazidan qariyb 50 chaqirim olisdagi Halqabod mahallasida yashovchi Durdona Turdiyeva. Maktabga kelgan paytlarimni eslayman. Boshda kelganimda ustozlar yaxshi qabul qilishgan. Birinchi ustozimning mehri tushganmi, menga yaxshi tarbiya bergan, yaxshi o'qitgan. Shundan o'qishga qiziqishim ortgan. Boshlang'ich sinfni tugatgandan so'ng geografiyaga qiziqishni boshlaganman. Geografiya aslida tabiatni o'rganadigan fan. Ko'pchilik qiziqmaydi geografiyaga, lekin baribir hammaning oilaviy sharoiti to'g'ri kelmaydi. Butun dunyoni borib ko'rishga. Lekin xaritada butun dunyoni ko'ramiz, okeanlarni ko'ramiz, dengiz chuqurliklariga tushamiz, tog' cho'qqilariga chiqamiz. Hayotda bo'lmasa ham xaritada
bu ishlarni amalga oshiramiz. Bizga tabiatni har tomonlama yoritib beradigan fan bu geografiya hisoblanadi. Yana o'zimizning yerimiz, vatanimiz qaysi davlatlar bilan chegaradosh, bizning mamlakatimizga bo'lgan geosiyosiy qiziqishlar bor boshqa davlatlarda, o'shalarga nisbatan tutgan o'rnimiz, iqtisodiy rivojlanayotganligimiz, bularning barchasini geografiya bilan tatbiq qilsa bo'ladi. Mening fikrimcha shart emas viloyat markazlariga, tuman markazlariga borib o'qish. Aslida shu o'zining maktabida, o'zining o'qituvchisidan o'sha bilimni olsa bo'ladi. Agar tuman markaziga borib biz o'qiydigan bo'lsak, bizning maktabimizdan tumanimiz markazigacha bo'lgan vaqt 1,5 soatni tashkil etadi. Bu borishimiz, qaytishimiz yana 1,5 soat, 3 soat vaqtimiz yo'lga ketadi. Biz 3 soatni maktabimizda olib qolib, o'sha 3 soatning o'zida ancha bilimga ega bo'lsak bo'ladi. Muhimi ishtiyoq, muhimi insonda harakat bo'lish kerak, o'zi qiziqish kerak. Inson orzu qo'yib, maqsad qo'yib, maqsadiga tomon intilib yashash kerak. Geografiya bu faqat xarita va davlatlar nomini yodlash emas, balki yer sharidagi hayotni, insonlar, tabiat va atrof muhit o'rtasidagi bog'lanishni o'rganishdir. Yoshlar uchun bu fan dunyoga keng ko'z bilan qarashga yordam beradi. Shu boisdan ham o'quvchilarimiz bu fanni yaxshi ko'radi, deydi fan o'qituvchisi. Bu o'quvchimizning 8-sinf boshidan geografiya faniga qiziqishini, intilishini va qobiliyatini aniqlab tayyorgarlik ko'rdik. Fan to'garagida to'liq tayyorgarlik ko'rdik va keyingi o'quv yilida mevasini berdi. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, tuman bosqichida 1-o'rin, viloyat bosqichida 2-o'rinni egalladi. Shu bugunga qadar maktabda tuman bosqichi g'oliblari, viloyat bosqichi g'oliblari bor, lekin respublika bosqichi g'oliblari yo'q edi. Bu birinchisi Turdiy va Durdona elektr insonli maktab tashkil etilganidan buyon birinchi respublika olimpiada sovrindori bo'ldi, 3-o'rinni egalladi. Durdonaning izdoshlari mavjud, 8-sinfda, 7-sinfda, 9-sinfda izdoshlari yetishib kelyapti. O'zimga ham bu o'quvchimiz Turdiy va Durdona o'quvchilarni tayyorlashda ko'maklashyapti. Nasib bo'lsa kelajakda Durdonaningdan ham yuqori natijani qayd etishga harakat qilamiz. Durdona respublika fan olimpiadasida 3-o'rinni qayd etgan bo'lsa, biz nasib bo'lsa 1-o'rin, 2-o'rinlarni olishga harakat qilyapmiz. To'g'risi, yutuqqa erishish uchun shahar markazida yashash, zamonaviy binolarda o'qish yoki qimmat texnologiyalar ichida ulg'ayish shart emas. Muhimi orzu qilish, ishonish va mehnat qilish. Aslida chinakam iste'dodli insonlar olis va chekka hududlarda ko'p bo'ladi. Ular kunning qariyb har soatini kitob bilan, izlanish va mashq bilan o'tkazishadi. Ularda sharoitga bog'liqlik emas, balkim iroda bor. O'sha iroda, o'sha izlanish ruhi esa yurakda yashaydi. Mana Durdona Turdiyeva shunday yoshlardan biri. Uning oldida shahar dunyosi emas, balki qalbida katta orzular xaritasi bor. U shu maktabning oddiy partasida o'tirib, geografiya fanidan respublika olimpiadasida g'olib bo'lishga erishdi. Intilib yashaganga, harakat qilganga nasibasiz qolmaydi, o'rin bo'ladi albatta. Bo'lmaydi, bu maktabimizdan biron kim chiqibdimi, biron nima bo'ptimi, men o'qib shu maktabda biron nima bo'larmidim degan savolni inson hech qachon o'ziga bermaslik kerak. Albatta hamma narsa bo'ladi. Birinchi o'rin ham bo'lar edi, lekin sal omad yetishmadi. Bu hech qanday qishloq sharoiti yoki maktabdan yoki ustozdan, o'qituvchidan, kitobdan emas, hammasi harakatga, omadga bog'liq. Inson shuning uchun o'z bilimiga ishonib yashash kerak. Men 8-sinfligimdan olimpiadaga tayyorlanishni boshlaganman. 9-sinfda boshida 1-chorakda olimpiada bo'lib o'tadi. Bu birinchi bosqich maktab bosqichi bo'ladi. Maktab bosqichida 1-o'rinni olganman sinfdoshlarimiz ichida. Undan so'ng 2-bosqich tuman bosqichi, ya'ni Jarqo'rg'on tumanidagi maktablar aro bo'ladi. Bu bosqichda ham 1-o'rinni olganman. 3-bosqich viloyat bosqichi 9-sinflikda. U bosqichda 2-o'rinni olganman. Keyin yana tayyorlanib 10-sinfda maktab bosqichida yana 1-o'rin, 2-bosqich tuman bosqichida yana 1-o'rinni olib, 3-bosqich viloyat bosqichida yana 2-o'rin bo'lgan. Xuddi shu holat takrorlangan. Keyin 11-sinfligimda yana maktab bosqichida 1, tuman bosqichida yana 1-o'rinni olib, 3-viloyat bosqichida 11-sinfligimda 1-o'rin olish nasib qilgan. 4-bosqich respublika bosqichida 1-o'rin Qoraqalpog'istonlik Qaljanbayev Aqilbekka nasib qildi. U 97
3 ball bilan birinchi o'rinni oldi. Ikkinchi o'rin Qoraqalpog'istonlik Qodirov Ulug'bekka nasib qildi. U ham 95.3 ball bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Uchinchi o'rin men Jarqo'rg'on tumanidagi 54-maktab o'quvchisi Turdiyeva Durdona 95.3 ball bilan 3-o'rinni olganman. To'g'ri, qo'lida smartfon yoki Android bo'lgan. Bo'sh vaqt tushunchasini o'yin o'ynab o'tkazish deb tushungan yoshlar bugun o'z tengqurlaridan ortda qoladi. Aslida og'ir mehnat, sabr-toqat va bilimga intilganlik natijasida ko'plab yosh olimlarimiz xalqaro olimpiadalarda medallar, diplomlar bilan taqdirlanadi. Durdona ham doimo izlanish va o'qib o'rganishni o'zining sevimli mashg'ulotiga aylantirgan. Hali oldinda u zabt etishi lozim bo'lgan da'vonlar borligini his etib, bilim egallashdan to'xtash niyatida emas. Bugun uni bosib kelayotgan yosh avlodning oldida ikkita tanlov bor. Biri telefon, biri kitob. Xuddiki o'ng tomon, chap tomonga burilib ketish kabi. Qaysi qayerga olib boradi? Fahmlab turibsiz. Men ham o'ylaymanki, ko'pchilik bugun kitobni tanlaydi. Agar kitob mutolaasi bilan ko'proq band bo'lsak, uni olamida ko'proq sayr etsak, natijalarimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Yuqoridan joy egallab boraveramiz. Abuchi bizni qayerga eltadi? Albatta, javobini o'zingizdan kutib qolamiz. Bugungi qahramonimiz Durdona Turdiyevaning ham o'zining shaxsiy qo'l telefoni yo'q, ammo uning o'zining kutubxonasi bor, kitoblari bor, o'zining reja va maqsadlari bor. O'sha maqsadlar uni Respublika Olimpiadasida g'olib bo'lishini ta'minlab bera oldi. Olimpiada g'olibi bo'ldim. Endi bizga beriladigan sertifikat 93 balli bo'ladi. Davlat universitetlariga geografiyadan maksimal ball 93 ball beriladi. Agar o'qituvchi bo'lib, pedagog bo'lib ishlaydigan bo'lsak, universitetni bitirib kelib, bizga 100% ustama to'lab beriladi. Davlat imtihonlarigacha vaqt bor. Bizda maktabimizda qolgan fanlardan, ya'ni matematika, ona tili, tarix fanlaridan tayyorlanishga barcha sharoitlar bor. Xonalarimiz ochiq ishlaydi, kompyuter xonlarimiz ham doimo ochiq, o'quvchilar borib bo'sh vaqtlarda ishlashi mumkin. Menda hali vaqt bor davlat imtihoniga kirishga. Men bu fanlardan tayyorlanib, yaxshi natija ko'rsatishga, davlat granti asosida o'qishga kirishga harakat qilaman. Bugun biz yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Biz yoshlar bu imkoniyatdan yaxshi foydalanishimiz kerak. O'zbekistonda ko'pchilik yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanyapti deb o'ylayman. Agar barcha yoshlarimiz bu imkoniyatlardan foydalanib, o'z oldiga maqsad qo'yib harakat qiladigan bo'lsa, davlatimiz industrial agrar davlat emas, balki industrial davlatga yetishi mumkin. Boshqa davlatlardan yetuk kadrlar kelishi kerak emas, o'zimiz yetuk kadr bo'lishimiz kerak. Davlatimizning islohotlarini o'zimiz olib borishimiz kerak. Buning uchun biz yoshlar shu berilayotgan imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Bu to'g'ri yo'lda hamma narsani to'g'ri maqsadda rejalashtirib oldinga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun maktablarda, qishloqlarda, hamma joyda sharoitlar yaratib berilyapti. Mana shu imkoniyatlar uchun men muhtaram yurtboshimizga rahmat aytaman. Jarqo'rg'on tumani nomdor sportchilar, san'atkorlar, yozuvchilar, shoirlarni tarbiyalagan ko'hna zamin. Oxirgi 5-6 yil ichida qator sohalarda hududda ildamlanishlarni guvohi bo'lyapmiz. Bu esa ta'limda ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Tumanda shu kunga qadar qator fanlardan tuman va viloyat olimpiadasi g'oliblari bo'lgan, biroq Durdona Turdiyeva Respublika olimpiadasi g'olibi sifatida tuman ko'rsatkichlarini yanada yuqorilatdi. Qahramonimizning yutug'i tuman, mahalla va maktab ahlini birday quvontira oldi. Shu boisdan tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i tashabbusi bilan Durdona Turdiyevani muvaffaqiyati bilan qutlash, uni bosib kelayotgan o'g'il-qizlarga namuna sifatida ko'rsatish uchun maxsus kecha ham tashkil etildi. Kechada qahramonimizning muvaffaqiyati olis hududdagi har bir yoshga o'zini ro'yobga chiqarish uchun katta ishtiyoq manbai ekanligi ta'kidlandi. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining olimpiadalarga jalb etilishi kelajakda har bir yoshga yanada keng imkoniyatlar yaratish, ularni ilmiy va ijodiy salohiyatlari orqali dunyoga tanitish maqsadidagi muhim qadam bo'lib qoladi. Yoshlarimizning yangi yutuqlari, ularning zamonaviy ta'limga asoslangan bilimlari respublikamizning shon-shuhratini oshiradi. Bu yo'lda ularga yordam berish uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim. Zero kelajagimiz yoshlar qo'lida.